Mana shunaqa вечерний makiyaj qilishni o'rganamiz. Birinchi tonalka surtishdan oldin ko'zimizni bo'yab olamiz. Strelka ila bir tekisda chiroyli chiqishi uchun skotch yopishtirib olasizlar. Videodagidek qilib tenlarni surtib olasizlar. Undan keyin ko'zingizlarni chetiga konsiler surtib, ustidan zar surtib chiqasizlar. Men makiyajim yana ham chiroyli bo'lib ochilishi uchun tosh yopishtirib chiqdim. Tosh yopishtirib chiqsanglar juda ham asal bo'lib qoladi. Yoniga 3 ta strelka yoniga 3 ta yopishtirib chiqdim. Ko'p yopishtirib chiqsanglar ham bachkana bo'lib ketadi. Endi skotchlarimizni olamiz. Qaranglar qanaqa bir tekisda chiroyli bo'lib chiqdi. Endi tonalkalarimizni surtib olamiz. Tonalka surtishdan oldin namlantiruvchi kremlardan foydalanib olamiz. Sponjigimiz обязательно toza va nam holatda bo'lishi kerak. Konsiler surtamiz, rumyani surtamiz, yanoqchalarimiz yana svejiy bo'lib turishi uchun. Mana shunaqa puchkavoy kiprik yopishtirdim. Yana ham makiyajingiz chiroyli chiqadi. Kiprik yopishtirish juda ham oson ekan qizlarjonlar. Обязательно kiprik yopishtirish videosini men taxlayman. Toshlarimda esa shu kiprik yopishtiradigan kleyda yopishtirib chiqdim. Men labimga qizil pomada qo'ydim. Xohlagan pomadanglarni qo'ysanglar bo'ladi, lekin qizil pomadada makiyajingiz shunaqangi asal bo'lib qoladi. Makiyajim tayyor. Ko'rinishim qanaqa bo'ldi? Kommentariyada o'z izohingizni qoldiringlar va like, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar.